Hop, buni ko'pchilik nima bu deyishadi? Bu shkolanda adashtirishadi. Yo'q, bu o'sha yaltiroq qog'ozga o'ralgan puer choylar deyiladi. Qora choydan ham yuqori darajada fermentatsiya bo'ladi bu choyda. Bu choyda hozir Rossiya juda o'rgangan. Bu choy yana sodda qilib tushuntirganda, ertalab ichgani, bodri qilgani yaxshi choy. Masalan, kofega tenglashadigan choy bormi deb savol bo'lsa ham, mana shu puer choylar tushadi. Masalan, mana bunga 2015-yil urilibdi. Ko'rinadi. 2015-yildan beri bu tabiiy holatda fermentatsiya jarayonidan o'tadi doimiy. Mana presovinniy holatda bo'ladi, preslangan, чтобы kislorodsiz yaxshi saqlanish kerak, o'sha chirish jarayoni, iskirish jarayoni tabiiy bo'lishi kerak. Bu qora choydan ham yuqori fermentatsiyada bo'ladi. Hozir tashlab ko'rsatib beraman. Asli bu choyni kipto bilan zavarkani ajratib olib, qayta damlab ichsa bo'ladi 7 martagacha. Bu ancha zavarka bo'lib ketadi hozir ochilib. Qaynab turgan suvga qo'xma damlanadigan choy shu. Qolgan choylarda gradus muhim. Haqiqiy notalari, mazasi chiqishi uchun 75-80 gradus, ayniqsa ko'k choylarda. Mana buni holati qo'shib olib beraman. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, buni chiqqanda o'zi qo'shib aralashtirib ko'rsatib beraman. O'zi choy turlari nechta bo'ladi? Ko'k choylar, ulun, o'rta choylar, qora choylar va puer choylar. Bularni bir-biridan farqi shundaki, ko'k choylar deganda bizda ko'pincha mahalliy holatda O'zbekistonda ulun choylarni iste'mol qilamiz. 95-110 choylarimizni shu ulun choylari haqiqiy ko'k choy asli fermentatsiya bo'lmaydi. Masalan, ularga mana o'z oldimda turibdi. Choy chiqib tursin. Boshqa o'zini ham bor. Mana haqiqiy ko'k choylarga lonjin deydi, lonjin. Hamma har xil talaffuz aytadi endi. Xitoyning 10 ta mashhur choydan bittasi Ajdarho qudug'i deb nomlanadi o'zbekchada. Juda mashhur choyi. Bizda O'zbekistonga yangilik qilib olib kirilgan choylardan shu. Ko'rinishdan maysani qo'lda yulib solib qo'yganga o'xshaydi, lekin juda chiroyli bo'lib, yam-yashil bo'lib ochiladi bu choy. Yana haqiqiy ko'k choylardan oldimizda mana sencha. Bu Yaponiyani o'sha qadrlab ichadigan uchqul choy bor, sencha, matcha, yana baulinchmi degan choy bor. 3 ta eng mashhur choylardan bittasi sencha. Buni ham notalari lonjinga ozmoz o'xshaydi, lekin qattiq farqlanadi. Bular nima uchun ko'k choy? Bularning maqsadi o'sha yangi yaproqlar yulib olinishi bilan, bug'latish jarayoni bilan fermentatsiyani to'xtatib qo'yiladi. O'shaning uchun mana hozir kamerada qanchalik ko'rinadi bilmayman, zangor holatini, o'sha xlorofilni saqlab qoladi. O'shaning uchun zangor ko'k choy deymiz. Bu ko'k choylarda bizni o'zbekchilikda o'rganib qolingan choy solinsa rangi zo'r chiqishi kerak. Yo'q, u haqiqiy toza choylarda rang emas, uni mazasi, ta'mi bo'ladi. Yana ham bizni ana ulun choylarga o'xshab, u choy ichida mana kipton ichida qolib ketmaslik kerak. Uni ajratib olib, bir 3 marta, 4 marta damlab ichish kerak. Har bitta damlanganda notalari, mazasi o'zgarib boradi. Ayniqsa uni puer choy mana. Ancha tayyor qoldi. Har qanday choyi ko'k choy bo'ladimi, puermi, qorami, to'q qorong'i ichiladi. Chunki bular kuchli antioksidantlar. Yana qanaqa choyimiz bor? Ikkinchisiga mana ulun choylardan bizda Tiguan ko'k choylardan ozgina gapirdim. Bu Tiguan ulun choylarni 20% dan 70% gacha bo'lgan choylar fermentatsiyasi ulun choylar deyiladi. Chunki qisman fermentatsiya qilinadi. Uni o'zbekchada tushuntirganda, masalan, oshqozonimizda ham fermentlash, parchalaverish jarayoni bor, hazmdan oldin. Yengil parchalab oladi. Xuddi buni ham hayotimizda ko'p oziq-ovqat mahsulotlarida ham fermentatsiya jarayoni uchraydi. Ko'pchilik tushunadi buni. Bu Tiguan'ning ham bilishimcha 20%, 30% boshlang'ich holatdagi ulun choylardan, deyarli ko'k choyga yaqin. Granulasi buni ham qattiq dumaloqlab qadoqlangan. Choy qilib damlanganda bu choy xususiyatlari suvga metalli quygan singari yaltirab turadi. Barglar, yaproqlari mana daraxtda qanaqa turadi? Natural holatda, o'zi barra holatda.
choy ichida shunaqangi ko'rinadiki, siz как будто qo'lingiz bilan yulib choyga solib qo'ygandan keyin ko'rinadi. Hamma choyi o'ziga yarasha mehnati, uni kamyobligi, hosil yig'ib olish jarayoni bilan mehnati, uni qadri, miqdori, summasi o'zgarib boraveradi. Kamyobligi, hosili ko'p choylar tabiiyki narxi arzon bo'ladi. Ulun choylardan mana mevali choylarga ishlatishsa yaxshi. Ayniqsa tiguaninni boshqalarni ishlatish qiyin. Mevali aromatli choylarda ko'proq qora Ceylon choylari, mana ulunni ishlatiladi. Chunki boshqa choylarda kombinatsiya chiqishi qiyin. Masalan, mevali choyi ko'pga damlab bo'lmaydi. Chunki meva ham sovuq mahsulotlarga kiradi, ko'k choy ham davleniyni tushiradi. U ikkitasi bitta bo'lib sovuqlikka aylanib ketib qoladi. Mazasi ham zo'r chiqmaydi. Mevali choylarni o'tganda sifatlini olaverish kerak, chunki choyga solganingizda arzon mevali choylarda mazasi ham chiqmaydi, ta'mi ham chiqmaydi. Xuddi plastmassani to'g'rab qo'yganga o'xshaydi. Ba'zi bir odamlar choy sotilayotganda to'g'ri ancha arzonga o'rganganmiz, yaxshisini olish kerak. Masalan, mana yaxshi Ceylonga romantik choy deyilgan. Bularni aromatizator qiladi baribir. Bularni ham to'g'ri tushunish kerak. Masalan, Ahmad choyida status bor, hamma Ahmad choyi deydi, lekin qimmat choy bo'lib turib sun'iy aromatizator qilish kuchli. Shuni tushungan odamlar baribir past baho beradi Ahmad choy bo'lsa ham. Mana Xitoy mashhur qora choylar bor. Yaxshi qora choylarda o'zi asli hidi bo'lmaydi, hidsiz bo'ladi. Qachonki uni damlamagunimizcha, keyin o'zini notasi, o'zini hidi chiqadi. Yana qanaqa choylarimiz bor? Eng ko'p choy dunyo bo'yicha 95% holatda Xitoy yetishtirib beradi. Hamma davlat o'zini iqlimidan kelib chiqib, zakli miqdori yoki issiq holatiga qarab, o'ziga yoqadigan choylar o'z tanlovda qadriyatida shakllanib bo'lgan. Masalan, Arabistonda ham, Afg'onistonda ham ko'k choy yaxshi ichishadi. Ayniqsa O'rta Osiyo ko'k choy zo'r ichadi. Agressiv xalq, doim bir narsadan rohat olgisi keladigan xalq ko'k choyga o'tirib qolgan. Qayta ichadi, shtobi miyaga, kofeinga nima deydi, zo'riqish katta. Rohat olgisi xuddalik qaramli bo'ladi, bangi deydi. Ko'k choy bangilar. Xo'p. Yana bizda mana lonjinimizni premium holatda qadoqlari bor. Murojaat qilsangiz topib beramiz hamma choydan. Mana yana bitta bo'ladi, mana lonjinda. Lonjin deb yozilgan. Bunaqa qadoqlarga sifatligini qo'yishadi. Men o'zim kompaniyasidan ham chiqishdi menga. Basilur kompaniya o'sha Shri Lankaniki, eski Ceylon. Qora choy o'zi 3 tami davlatdan chiqadi. Territoriyasi o'sha chiqish davlati bilan farqlanadi. Masalan, hop, Hindistonniki qaysi? Assam choyi bor. Keniya bor. Assam Hindistonda yetishtiriladi. Bu Ceylon choyi o'sha Shri Lankada yetishtiriladigan choylar. Hop, yana nima qolib ketdi? Mana puyer choyimiz ko'rdingmi? Asli u bitta stakanga juda ko'p. Men buni hozir hamma ham ichavermaydi. Menga kelib ba'zida mana shundan damlab bering deyishadi. Buni tanishtirib o'tmasam bo'lmaydi bu puyerni. Ozgina buni texnikasini ustida ishlashimiz kerak. Energiya, issiqlik beradigan o'ta kuchli choylardan. Asalni ham saqlagan sari quvvat ko'payib, kuchayib boradi-ku. Bu basilur choylarda mana podashniy choylar ko'p. Конечно, ichidagisi sifat, mana angliyskiy zavtrak deydi. Earl Grey, bergamot, buni tarixini bilasizlar. O'sha Angliyada o'sha bergamot mevasiga o'sha imperatorimi hidlantirib ichgandan keyin shu urfga aylanib ketgan. Baribir hammasini tarixi bor o'ziga yarasha. Masalan, choy tarixi Xitoyda ismida qolmadi. Imperator ichib turgan choyiga listochka o'sha barga tushib qoladi-da. Shundan boshlanadi, ta'mi chiqadi, hidi chiqadi. Choy sohasiga Xitoy o'zini juda qadimiy tarix katta. U Xitoy bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, baribir tabiat bitta zot egasi. Biz undan rohat olishimiz kerak, eng yaxshisini tanlashimiz kerak. Mana shu choyimizni Tiguaninni yosh kattalarga tavsiya qilaman. Filtrlangan suvga damlash kerak. Nimaga? Ko'pchilik shu narsani tushunmaydi. Mana daryan suvi bo'lsa ham tip-tiniq, lekin kuchli xlorlangan bo'ladi. Metal moddasi ko'p bo'ladi, temir moddasi. O'shaning uchun yutum og'ir suvda.
Mana filtrlangan suv как pustoy xona. Siz uni faqat choy o'zi bilan to'ldirasiz. O'shanda faqat choy o'zini mazasini his qilasiz. U pustoy xonani choy o'zi bilan to'ldirganingizdan keyin boshqa mazalar sizni chalg'itmaydi. Bu juda ham muhim. Ayniqsa sifatli choylarda filtrlangan suv juda ham muhim. Ba'zilar shart bo'laveradi, damlaydi. Yo'q, unaqa qilmaslik kerak. Men yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Sifatga o'tish kerak. Biz shuncha payt ichib keldik, to'g'ri. Budjet kerak, misol arzon narsa xalq uchun hamisha qulay bo'lgan, yaxshi bo'lgan, lekin baribir sifatga o'tish kerak. Men doim o'zim bilan ham kurashib kelaman. U insonni topgan pulini miqdori oyligi ahamiyatsiz. Qimmat choylarda ham oldov nimada tez tugab qoladi, boshqa deyiladi. Yo'q, qimmat sifatli choylarda siz 2-3 marta damla olasiz. Arzon choy bekorga arzon emas. Damlaysiz, ichasiz, shamasini musorga otaverasiz. Sifatli choyda o'zingizga bo'lgan baho bor, ishonch bor. Yaxshi narsa ravo ko'rgan odam boshqaga ham yaxshilik qilish oson deb o'ylayman. O'shaning uchun mening o'zim shaxsiy fikrim 40 ming, 50 minglik, klasi 40 ming, 50 ming so'm bo'lgan choylardan voz kechish kerak o'zi. 80 ming, 100 ming so'mdan yaxshi sifatli choylar narxi boshlanadi. Uni qaydan bilasiz? Sifatli choy ajratishni men ozgina qisman aytib o'taman. Mana barglari butun bo'lish kerak. Masalan, cho'pagiga bargi aralashib ketgan siniq choylar ham juda ko'p. O'shaning uchun ahamiyatli bo'lish kerak, ajratish kerak uni. Barglari butun, quyuqimi kamroq, o'sha ko'rganingizda o'sha sraz ko'rinishi yo'q, o'zi aytadi, sifatli gapiradi. Qo'limdan kelgancha choy turlarini gapirdim. Mana Xitoyni har bitta bargini qo'lida ushlab chiqadigan choylar bor. Typing Hoku deydi. Men o'zim ichib qiziqib qoldim. Meni kommentariyaga yozishibdi qo'yganimda rangi chiqmadi. Men yana qaytaraman. Sifatli qimmat import choylarda rang muhim emas. Tем более rangni kutish kerak emas. Rangi chiqadi ularda ham 1 minut, yarim minut ichida kipto bilan zavarkani ajratib olish kerak. Maqsad shunda. Bizda bitta gap bor, bilasizlar? Choy yaxshi qaynamabdi, xom sus bo'lib qolibdi deyshadi kattalar. Ana o'shandagi tam choy ta'mi bo'ladi. Masalan, o'sha nimaga xom sus bo'lib qoldi deyshadi, hali rangi ta'mi chiqmasdan ichaveriladi. Rangi ta'mini kutadigan choylar boshqa bo'ladi. Bu qimmat choylarni ichishda bitta xatoga yo'l qo'ymaslik kerak. Mana ulun choylarga bizni, masalan, 195 choy bizda qovuriladi. Ozarbayjonlar azer choyini kashf qildi, u o'ziga notani kashf qildi. Har bitta biznes muammoni yechimi-ku. O'zini notasini topganda xalq o'sha ob-havoda o'shani ko'taradi. Masalan, bardak choy deymiz, turklarniki chaykur. Biz uchun, masalan, men shaxsan men uchun u choy emas. Lekin uni ichganda o'zimga ham yoqadi. Achchiqligida, lekin tomoq qitig'iladigan joyi bor. Shuni achchiq qiladida, konsentrat ko'pgina damlab olanda, keyin undan 30% yoki 50% kiptodan quyib damlab beradi. Turklar shu ob-havoga, shu tog'li, namli, shu yog'ingarchilik ob-havosida shu choyni kashf qilgan, shu ota-bobasidan shu choy o'tib keladi. Shu bardak choyini o'zi bitta butun konsepsiya. Masalan, dajmanga o'zimga mishat berib qoladi ba'zida shu bardak o'z bilan ovora bo'lib qolish. Agar restoran sferasida bo'lsa, bardak choyini o'zini ochib, mana ko'p joy ochildi-ku, Toshkentda ham. Demoqchi bo'lganim, menda nimaga choy? Menda boshida niyat bo'lgan. Mangal sohasi bilan kirgan bo'lsam ham, restorandagi holatda restoranga kirgan odam ko'radi. Restoran ovqati ilgari hadeb mana televideniyaga yo boshqaga chiqmagan. Oddiy xalq restorandagi didni, restorandagi premium ovqatlarni tushunmagan. Mening niyatim shuni mahalliylashtirish. Har bir sohada innovatsiya bo'lish kerak. Masalan, tandirlar o'zi spiral bo'lib ketdi-ku. Rossiyada tutun chiqmasligi uchun spiral tandirlarda qiladi. Xuddi o'shan singari osham qozonda bo'ladi, yo qachondir bir posudasi o'zgarmasi uni tarqatish, insonlarga solib berish, har bitta sohada innovatsiya bo'lsa, o'shanda bir o'sish bo'ladi deyman. Masalan, sifat darajasiga o'tdi, somsaxonalar oldi, Jaydar uslub deydi. Hozir endi somsani o'zi uchun taddin restoran ochildi. Masalan, Toshkentda tandiriy ochildi. Bir ichlarini loy, suvoq atmosferani qilib berishgan. Masalan, shaxsan o'zim Sanjar Maqsudov kurslarni sotib o'qiganman, restorator, kuchli odam. Pulimga achinmayman. Ming startapda yiqilgan bo'lsam ham,
Bu biznes kurs sotadiganlarga mana bitta umumiy maslahatim bor edi. Startapdagi odamlarga ehtiyot bo'lishini va ularga yaxshiroq taklif berishlarini xohlardim. Chunki kurs asli ishida xatosi bor, yurib turgan, moliyasi yaxshi insonlarga ekan. Shunaqa bo'lib qolgan meni ko'zimda. Lekin ko'proq shu startapdagi bolalarga ham insonlarga urg'u qaratilsa, ular ehtiyotini yaxshiroq oladi. Masalan, sinib ketadi ba'zilar, qaytib qo'lira olmaydi o'sha ishga. Manda shu optik holatda mangan va ichimliklar konsepsiyasi. Sezonli ishlar juda ham ko'p. Yozgi choylarda asosan yozda ham choy kashf qilish niyatimizda bo'lgan. Chunki mevalar bilan kombinatsiyasi zo'r bo'ladi, insonga chanqog'ini qondiradi, natural holatda. Shuning uchun qishda hozir issiq choy damlatdi. Yozda bir insonga foyda beradigan, issiqdan hovrini tushiradigan bir sovuq ichimliklarni ham niyat bor, kelajakda kashf qilamiz va xalqqa taqdim qilamiz. Hozircha qisqacha gapirdim. Bilganlarim gapirdim. Gapirib o'tdim qisman. Mana bizda tomchi degan choyimiz bor. Endi конечно bu tomchini urib qo'ygani uchun endi brend logotipidan kelib chiqib, buni ichidagi choyi turi bor. Hozir mana endi ko'rsatib o'taman. Yaxshi ko'rinadi. Jingala mayda bo'ladi. Holati, yaproqlari katta bo'lmaydi. Bu haqiqatdagi pelaga quyganingizda zangor yashil bo'lib qoladi-ku shunaqa choydan. Bu 8-8 dan farqlanadi, chunki 8-8 da fermentatsiya kuchli, bunda pastroq. Pastroq choyda bilaning rangi chiqmaydi. Rangi qancha quyuq chiqsa, uni fermentatsiya, ya'ni chiritish jarayoni yuqori. Masalan, ko'k choylarga 20% gacha fermentatsiya bo'lgan choylar kiradi. 20% dan uyog'i ulun, o'rta choylar, ulun. O'sha Xitoy tilida o'rta choylar. Biz o'sha ulun deb ichib yurganlarimiz O'zbekistonda ko'k choy deb ichib yuramiz. Haqiqiy ko'k choy sifati boshqa, uni sifati tabiiyki narxi bilan bo'ladi. Chunki ko'k choyi arzoni bo'lmaydi. Eng arzon choylar ulun choylar. Chunki qoldig'ini ham ferment qilib chiqarib yuboradi sotuvga. Siz bilan biz o'ylab ko'ring, mana Xitoydan tadbirkor olib kelibdi, pastavshik bor, uni yo'lda olib kelishi bor. 1 kilosi mana shuncha g'aram. Конечно, uni prislab olib kelmagan, qoplab olib kelgan. Endi bitta furaga unaqa 20 tonna sig'maydi choy. Uni yo'l kirasiga pul to'langandir balkim. Xitoy bekorga bergandir bu choy. Chunki sheyda qovuriladi 110-95 degan choylarimiz. Yarmi kalta cho'pak, boshqa. To'g'ri, o'shanga o'tirib qolganmiz, o'shanga o'rganganmiz. Endi bu yoqda sifat darajasiga o'tish kerak. O'zi meni misolimda men sabab bo'lib O'zbekistonga sifatli choylarni xalqqa misol bo'ldim, ochildi bu yo'nalish. Qo'limdan kelgancha hozir bilganlarimni gapirdim. Agar savol va taklif bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Izohlarda, kommentariyalarda yozib ketishini kutib qolamiz. Choy Abdullohdan uzoqlashmang, mehmon bo'lish, obuna bo'lishingiz mumkin.